mana qizlarjonlar bizga ayolimiz murojaat qildilar. Bizga birinchi marta kelishlari bolamizni pochkasi kengayib ketgan, gidronefroz deb tashxis qo'yamiz. Chashni va hanchni sistemada kengayishi bor. Bunga olib keluvchi faktorlar. Birinchisi bolada infeksiya, siydik yo'li infeksiyalari, machpalovoy trakt infeksiyalari, tug'ma siydik yo'lini tor bo'lishi sabab bo'ladi. Tug'ma siydik yo'lidagi mushaklarni bo'sh bo'lishi hisoblanadi. Ya'ni yaxshi sfinkter ishlamasligi hisoblanadi. Bularda siydik yo'li infeksiyasini исключение qilib ko'rish kerak. Agar endi buni nima qilamiz degan savolga tug'ilgandan keyin urolog ko'rigidan o'tadi, nablюденияda, dinamikada kuzatamiz. Demak, sizni bolangiz yuragida kengayish bor. O'g'il bola, mana bu ham o'g'il bola hech narsa qilmaydi desa qiladi. Normada bo'lishi kerak bo'lmagan narsa